Yo'q, nimali degan bilan taqdir degan narsa bor. Yaxshilikmi, yomonlikmi shuningdan keladi. Pushkin muzeyi tarafga ketib etib, omadim kelib qolganini qarang. Zotli xiyolimga kelmagan ish bo'ldi. Men muzeyda hech bo'lmaganda yangi muqaddimalarni ko'raman deb niyat qilgan edim. Agar umu bo'lmasa, zallarni yana bir aylanib chiqaman. Jiq narsalarni yodimga tushirib olaman. Tasirotlarimni yangilayman degan edim. Buni ko'ring. Muzeyga kirib ketayotganimda bog'cha oldida bir juft qiz yigit udulimdan chiqdi-da meni to'xtatdi. "Men qarang, og'ina, sang bilet lozim emasmi?" dedi yaltiroq ko'k galostuk taqqan, putiga beg'ayroq shiblit kiygan va shiblitining putini qisayotganligi mana men deb ko'rinib turgan kimdir biri. Har ikkilisimi toza zerikib ketganda qiladi. Chiroylardan taqatsizlik aks etadi. "Nima, bilet yo'qmikan?" dedim navbat kutib turgan biror odam yo'qligini ko'rib. "Ha, yo'q, bu konsertning bileti. Ikkilisini olasan." "Qanday konsert?" so'radim yana. "Kim biladi deysan, cherkov xori deyishadi-ku." "Muzeyda ha?" hayron bo'ldim. "Olamsan yo'q. 2 bilet 3 so'm al." Men 2 biletni oldim-da muzeyga oldirdim. Pushkin muzeyida konsert qo'yildiganligini anglamagan edim. Boshqaruvchi xodimdan so'rab bildim. Keyingi chaqlarda muzey qarmog'ida klassik muzika bo'limiga o'xshash bir narsa tashkil qilingan ekan. Ko'pincha mashhur muzikantlar tarafidan hujur kuylari o'rindaldi ekan. Bu qitim ta'limga Italiyan bo'limisi deb atalgan zalda kona bulg'ar ibodat kuylari konserti bo'ldi ekan. Bu hatto tushimga kirmagan edi. Ilohim, Slavyan ibodat muzikasining otasi Ioannin Kokuzilning kuylarini o'ringan bo'lsa, afsuski boshqaruvchi xotin tafsilotni aytib berolmadi. Hurmatli mehmonlar kutyapti. Bulg'ar elchisi kelib qolsa ajab emas, dedi u. Menga bularning hech qanday nab yo'qadigan yeri bo'lmasa-mu, xushalligimdan sakrab ketdim. Bulg'ar ibodat kuy qo'shiqlari to'g'risida ilgari otamdan anglagan edim. Buni qarang'amdi, menga shundoq ajoyib sovg'a sunilyotdi. Yana kelib xatarlik safarga chiqish oldidan. Konsert boshlanishga yarim soat qoldi. Men muzeyni aylanib yurmay, o'pkamni sal besib olay deb sap havoga chiqdim. Ah, Moskva, Moskva, Moskva. Daryo bo'yidagi 7 cho'ng egizlikning biri. May oyining oxirlari. Yurkingda g'ubar yo'q. Koinotda muvaqqat uyg'unlik hokim. Ana shundoq chaqlarda shahar to'limi payzi va hamma narsa to'limi ma'nilik bo'lib ko'rindi. Ko'ksimni to'ldirib cho'nqur nafas oldim. Osmon tiniq, yer mo'tadil. Men muzey oldidagi bog'ning cho'yin rishatkasini bo'ylab u yoqdan bu yoqqa mangdim. Kutadigan hech kimim yo'qligi uchun o'kinatdim. Ehtimol yonchiqimda bilet 2 bo'lganlik uchun shundoq o'kindimikin? Qani u mushu topda kelib qolsa ajoyib bo'ladi dedi. Uningga ko'chaning neriga chetida turganida ko'zim tushidi. Ish qilib kechikib qolmay deb ko'chaning bu yiqiga o'tmoqchi. U shunchalik go'zal, shunchalik tantak va ehtiyotsiz. Men uningdan ansirayman. Yuragim cho'chiydi, o'liqidi. Uningga o'zimni besib ishoratlar qilaman. Oldirma, o'tmay tur. Yo'liqma deyman. Ana ko'ryotamsan, mashinalar kelyotdi. Odam ko'p, hamma yoqda. Lekin yolg'iz senla mening baxт saodatimni o'zing bilan birga elib yuraysan, deyman. Shu chaqda u menga qarab kulimsiraydi. Oxir u yuzimga qarab qalbimdagi hamma so'zlarimni o'qib oladi. Shu chaqda men uningdan balduroq ko'chaning neriga chetiga, uning oldiga yugurib o'taman. O'zimdan qo'rqmayman. Chaqqonligimni bilaman. Yugurib o'tib, shartla qo'llaridan tutib olmanda ko'zlariga talmirib qarayman. Nemishqadir shu manzillarni ko'z oldimga keltirib etib, haqiqatan yuragimda muhabbat intizorligini his qildim va nechinchi qitim peshonamga yozilgan suyimli qizni mushu kamgacha uchirta olmaganligimni o'yladim. Peshonamga putilgani bormikin? Buni men o'zimchilib to'qib chiqadimmi ya? Bakmi oddiy narsalarni chegishlashtirib tashladimmi ya? Bu haqda jiq o'ylaydim va har qitim hammasiga o'zim aybli deb o'kinatdim. Mayisini qilatdim. Ya hadidan ziyoda ko'p narsalarni kutgan bo'lsam kerak, ya meningda qizlarni o'ziga tortadigan bir narsa yo'qmikin? Her halda tang tushtirim bu jihatda meningdan omadligiroq va ko'ngilning ko'zini bildigaroq odam bo'lib chiqishdi.
Diniy maktab yosh ko'ngilning o'z xohishiga qarab yashashiga yo'l qo'ymaydi deb bahona ko'rsatishi mumkin edi. Lekin maktabdan chiqib ketganimdan keyin bu jihatda biror muvaffaqiyatga erishganim yo'q. Nemishqa? Agar men söýüşni xalgan odam hozir rostilla bu yerga kelib qolsa, uningga hammadan avval mundaq deydim. Yur, birga berib ibodat muzikasini anglaymiz va o'zimizni shu muzikadan topamiz. Lekin keyin meni shubhalar g'ojlashga boshladi. Mubada bularning hammasi uningga g'oyat zerikishlik va tuzsizlik tuyulsa, unchalik tushunishlik bo'lmasa, u chaqda qanday qilaman? Har holda ibodatxona ichidagi ibodat samo muzikasi boshqa. Oddiy binoning oddiy zalida ajoyib odamlar ichida aytilgan kuy qo'shiq boshqa. Baxning qasidalarini tanharkat maydonda yoki jo'shqin marshlarga odatlanib qolgan havo armiyasining quruqliqda urush qilg'uvchi qismlarining gazarmisida ijro qilsa, uning unumi qanday bo'lar ekan? Pushkin muzeyiga vol-vol qilgan mashinalar kelib to'xtashga boshladi. Hatto xalqaro sayohat idorasining avtobusidanmi biri keldi. Vaqt to'shqan bo'lsa kerak, italyan zaliga kirgan joyda odamlar to'plashib turadi. Kishilar jam bo'lib bir narsani kutayotgan bo'lsa, odamga shunday tuyuladi. Kimdir biri o'shuq bilet yo'qmi deb so'radi. Men ortiq biletimni o'ziga yarashmagan ko'zoynak taqilgan talbi yigitga berdim. Keyin buningdan pushaymon yedim. U odamlarning o'tirsida yanchiqo'dan parcha-purat pullarni chiqarib sanig'ila turdi. Tangalar qo'ldan yerga to'kilishga boshladi. Men bo'ldi qo'ying. Bu biletni menga sovg'a qilgan edi, sizga berdim. Desam hech unamadi. Oxiri zalga kirib ketayotganimizda tangalarni bir o'chim qilib chopinimning cho'ntagiga tashladi. Ras, pulim eshib-teshib turgani yo'q. O'z kunimni o'zim bir amal qilib o'tkazayotgan odamman. Lekin shundoq bo'lsa-mu, har holda poytaxt odamlarining konsertga mos kiyinganliklarini ko'rib, yana bir xijil bo'ldim. O'zim ko'na, tivitlik kirib vayka, oldi ochiq chapan, qamlashmagan oyoq kiyib olgan edim. Uning ustiga saqlim qirdirilgan edi. Buningga bo'lsa qilcha odatlanmay, xuddi bir nimani yo'qotib qo'ygandek bo'lib yuratdim. Men o'zim bilmaydigan yiroq, noma'lum o'lkaga, nashi chiqadigan cho'llarga atlangan edim. Hamrohlarim bo'lsa allaqanday xudoyimni bilmaydigan bangi choparmanlar. Lekin bularning hammasi eg'izga ilishqimi arzimaydigan mayda-chuyda bir narsalar. 2 qavatlik egiz italyan sahnasidagi hamma ko'rgazma buyumlari mo'ljarlarimcha o'z joyida turadi. Faqat zalning o'tirsiga bir-biriga zich qilib o'rindiqlar qo'yilgan edi. Biz ana shu o'rindiqlarga joylashdik. Udulimizda yo sahna, yo mikrofon, yo parda yo'q edi. Rais munbirdagilar o'ltirgan joyning chetiga ancha cho'ng bo'lmagan munbar o'rnatilgan. 2 daqiqalardan keyin hamma odam joy-joyiga o'rlashib bo'ldi. Ishik oldida yana bir necha odam to'planib qoldi. Ahvoldan qaraganda zaldagilarning ko'pchiligi bir-birini tonish kerak, hammasi chaqchaqlashib o'tiradi. Faqat menla jimjit xiyol suratdim. O'zim bilan o'zim ovora edim. Lekin mana oxiri yon tarafdagi eshikdan 2 ayol chiqib keldi. Ulardan biri Pushkin muzeyining xodimi bo'lib, u hamrohini Sofiyadagi Aleksandr Nevskiy cherkoviga qarashliq muzeydan kelgan bulg'ar kasbdishini tanishtirdi. Zaldagi varang-churang to'xtadi. Chochlari siliq taralgan, yaxshi to'play kiygan, putlari g'oyat chiroyli. Bu putlar nemishqadir odamni o'ziga alohida jalb qiladi. Sipoya va yosh bulg'ar ayol yo'g'on qora ko'zoynak ustidan zalga vazminlik bilan ko'z yugurtib chiqdi-da salomlashdi. Ondan rus tilida bir obdan qisqacha doklad qildi. Uy muzeylarida cherkov binokorligining bebaho yodgorliklari, qadimiy qo'l yozmalar, hurpari sizish san'atining namunlari hamda kona kitobshunoslik tarixiga doir asarlar bilan bir qatorda o'tira asr cherkov muzikasini targ'ib qilishayotganliklarini so'zlab berdi. Ular jamining tegiga joylashgan tövandagi qavatlarda buni kirpt deyishir ekan. Ko'pchilik konsertlarni uyushtirib, uninga tirik ko'rgazma buyumlarini qatnashtirgan. Xonim shuni deb kulimsirab qo'ydi. Pushkin muzeyining taklifiga binoan Kript xor o'migi mana endi Moskvaga mehmon bo'lib ketdi. Marhamat qilinglar. U guldiras olqishlar ichida ishkirdikilarni chiqishga taklif qildi. Naqshchilar shu yerda turgan ekan. Biz kirgan eshikdan zalga kirishdi.
Ular bar yo'g'i 10 kishi edi. Hammasi navqiron mening bilan tang dematlik yigitlar ekan. Hammasilar bir xil yosinibdim. Konsertga moslashgan qora kostyumda, oppoq yoqalarda qatirmo kepenak galostuklar, putlarda qora batinka, yo chalg'u asboblari, yo mikrofon, yo ovozni kuchaytirib beradigan uskunlar, yo maxsus sahna va yoki ko'zni qamashtiradigan rang-barang chiroqlar yo'q. Faqat zaldagi chiroqlarning yorug'ligini bir oz so'zlashtirdi xolos. Chamimcha bu yerga xo'r o'mik haqida tushunchaga ega tingshig'uvchilar yig'ilibdi. Lekin nemishqidir shundoq bo'lsa-mu naqshchilar uchun ansirab ketdim. Yig'ilgan odam oz emasda, uning ustiga bizning yoshlarimiz yangroq elektron ovozlarga o'ginib qolgan. Bu naqshchilar jang maydonida qurolsiz qolgan askarlarga o'xshaydi. Ular murusini muriga tirab, yerim doira shakllantirib turishdi. Chiroylari xotirjam, jiddiy, o'zlariga ishonch to'lib turibdi. Yana bir qiziq narsani bayqadim. Ularning hammasi nemishqidir bir-biriga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Yuraklarining mushu topda bir tashvish, bir intilish, bir maqsadda so'qiyotganligi tufaylidan shundoq ko'ringan bo'lsa kerak. Bundaq paytlarda boshqa narsalar, hatto har birining hayotidagi eng muhim narsalarmi keyniga chekinadi. Ular xiyoldan mutlaq chiqarib tashlanadi. Bu hamma odam jangga kirishdan burun g'alaba qozonishni o'ylagandek gap. Mushu arada bayqi Bulg'ar juvon konsert boshlanishidan burun qora ko'zoynagidan bizga vazmin nazar tashlaganicha qisqacha tarixiy ma'lumot berib o'tdi. Bulg'ar cherkovining o'ziga xosligi Vizantiyaga berib taqildigan yıldızları, farqlanib turadigan xususiyatlari, ibodat murosimlari va qo'shiqlari to'g'risida so'zladi. Bulg'ar qo'shiqchiligining milliy an'analarga taalluq ayrim tafsilotlar ustida to'xtaldi. Ondan konsert boshlanganligini e'lon qildi. Naqshchilar tayyor edi. Ular nafaslarini ruslab yana birdam jim turishdi. Bir-biriga yelkalarini tirab texmi yiqiroq siljishdi. Atrof jimjitlik cho'mdi, zal xuddi bo'shab qolgandek tuyuldi. Odamlarning qiziqishi ortgan edi. Qani bu 10 yigit bizga nima berdigan, nima hunar ko'rsatdigan, ular o'zlarining nimasiga ishondigan. Oxiri o'ng tarafdan 3-naqshchi ularning yetakchisida qiladi. Ishorat qildi. Naqsh boshlandi. Ovozlar parvoz qildi. Mushu jimjitlik ichida go'yo osmonning porloq havorang ranglik harvusi asta o'rnidan qo'zg'algandek bo'ldi va ko'zga ko'rinmas havo to'lqinlarga minib zaldan chiqib ko'klarga intildi. Bu jonon harvuning kaynidan ruhning bitmas tugmas zapaslaridan kuch quvvat elib, har navbat qaytadan jonlanib ketadi. Ovozlarining tantanlik hamda shodiyona izlari o'chib ketmay, borgan sari so'zilib ketyotdi. Xor o'mikidagi hamma ovozlarning o'zaro bakmo nozik moslashganligi, ovozlarning harakatchan va uyg'un munosibchanligi erishganligi sezildi. Bir-biriga asla o'xshamaydigan 10 odam, ular har qancha naqsha aytish qobiliyatiga va mohirligiga ega bo'lsa-mu, bunchalik uyg'unlikning qaror tepishi hatto tasavvurga sig'maydi. Mubada mana mushu aytilayotgan naqshaga har qanday muzika bo'libmi zamonaviy muzika asboblari tankash qilingan bo'lsa, 10 tal mustahkam to'rik tutib turgan mushundoq ajoyib imorat shak shubisiz o'rilib tushgan bo'ladi. Bundaq mo'jizni ajoyib qismatlar yoritilishi mumkin. Yana mana shu, dal mana shu 10 odam taqdir irodining marhamati bilan bir chaqda tug'ilishi, voyaga yetishi, bir-birini izlab tepishi, bir-biriga jam bo'lishi, qachonlarnidir qo'g'labmi, ajirtibmi bo'lmaydigan ruhdan yaralgan Aysa payg'ambarni nini azob uqubatlar ichida izlagan, o'ylagan va oxirida topgan ota-bobolar oldida farzandlik burchini his qilish kerak edi. Har holda ifodalash qiyin bo'lgan tashqinlik, pig'onlik naqshilar faqat mana shunday hollarda dunyoga kelishi mumkin edi. Ular shunchalik zo'r qudrat bilan vujud kuyiga aylanib o'rtanib, o'z kuylariga tamoman berilib aytadiki, bu san'atning boyligi ularning tugmas his tuyg'ulariga singib ketgan edi. Bu yerga pishiq yodlangan ajoyib misralar bir xil shakl, ilohga nisbatan aytilgan munojat edi xolos. Hammasining beshida bo'lsa, o'z ulug'vorligining g'oyaviy cho'qqilarga intilgan inson ruhi turadi. Anglag'uvchilar mabdum bo'lib, o'zlarini unutgan holda turli o'y xiyollarga cho'mgan edi.
Hamma odam o'z oldiga munojatning mazmunidan vaqif bo'lish imkoniyatiga ega bo'lgan edi. Bu munojatlar bo'lsa, asarlardan buyon mangu tashqi olamdan o'zini izlagan, aql idroki joyida bo'lgan kishilar, xilma-xil fojialik odishishlar va karomatlarni beshidan kechirgandan keyin to'qilib chiqqan edi. Shuning bilan bir vaqtda har bir odam ko'pchilik bilan birga sonsiz qalblarning qo'shilishidan 10 haslab kuchayib ketgan munojatlarning da'vatidan bahramand bo'lmoqda edi. Yana shuning bilan bir vaqtda xiyoliy tasavvurlar hamma odamni ashug'uva, lekin o'zlari har doim taqassizlik bilan qo'g'lashadigan olamga har kimning aslimalari, o'y xiyollari, ish pushuqlari, vijdon azoblaridan to'qilgan olamga kishilarning o'z hayotida beshidan kechirgan xilma-xil umidsizliklari va xushalliklardan to'qilgan olamga tortmoqda edi. Rostini aytsam, shu paytda beshimdan nimalar kechayotganligini uqmaydim. Uqishni xohlamaydim. Ko'rinishidan xuddi menga o'xshaydigan, xuddi menga o'xshashla odam bo'lgan 10 naqshchiga nimishqin bunchalik berilib ketganini bilmayman. Ammo ular aytayotgan qasidalar, munojat qo'shiqlari xuddi mening ko'ksimdan, dard alamlarimdan, xohishlarim mushu chaqcha tashqirga chiqishga yo'l topolmagan tashvish va xushalliklarimdan etilib o'tirga chiqayotgandek va shu zamonlar yangicha nur va yangicha bishorat bilan to'layotgandek qiladi. Shu naqshchilarning san'ati va mahoratlari tufaylidan men ibodatga samo qo'shiqlarining asli ma'nosini tushunib yetgandek bo'ldim. Bu hayotning faryodi, qo'llarini osmonga so'zgan inson bolasining nola pag'ani edi. U ko'z yetmaydigan koinot bo'shliqlaridan o'ziga tayanch izlaydi. O'ziga ishonch atoq qilishni istaydi. O'z ahvolini yaxshilashni xohlaydi. Uningdan tashqari yana o'ziga yor madadkor bo'la oladigan allaqandoq ilohiy kuchlar borligiga umid bog'laydi. Fojialik bir alpozda ulardan nijotlik kutadi. Pah, bu nima degan cho'ng qaymoqish. Ah, odam bolalari o'z ahu faryodlarining ko'klarga yetib berishni qanchalik xohlaydi va qanchalik kuch-quvvati, aql parosatini ashu ishonch e'tiqodga, tavba istig'forga hamda sanolarga baxsh etadi ha? Qiyni qaynab yush urib turg'uniga tabiiyatida azaldila isyon, inkor, yangilik yaratish ishtiyoqi to'lqinlanib, tashqiniga qaramay o'zini sabr toqatga, mo'minlikka, hamma narsaga chidashga, andishiga o'gitadi. Bularning hammasi ko'kda hisobga ilindigu deydi. Ah, qanchalik azob oqibatlar, qiyinchiliklar bilan bularning hammasiga muyassar bo'ladi. Munojatlar, sehr judolar, ramlara, duolar, hamdu sanolar, shamonlar. Asarlar bo'yi qancha-qanchalagan iltijolar, ibodatlar, duolar ko'kka yig'ib turdi. Mubada shularning hammasi birdilla daryo yoki dengizga aynib qoldigan bo'lsa, qirg'oqlarga patmay teshib chiqqan ochiq va sho'rliq bahriy muhitdek yer yuzini bosgan, hammani ko'mib tashlagan bo'ladi. Odamning odimiligi qanchalik mushkulliklar ichida tug'ildi. Xudoning qudrati bilan bir-biriga jam bo'lgan 10 naqshi aytib, bizni xiyollarimizga g'arq qiladi. Engimizni qapqara girdoblarga cho'ktirib, o'tmishni yo'qlik mulkiga aylanib ketgan inson avlodlarining ruhiy va g'am-g'ussalarini tirildiradi va shu asnoda bizni yuksak egizliklarga parvoz qildiradi. O'zimizdan olamdan egizroq ko'tarilishga, hayotimizning ma'nosi va go'zalligini tepishga chaqiradi. Hayotga birlik etim kelsan, uning mo'jizlik imoratini so'ygin, deydi. 10 naqshchi o'zlarimi bilmagan holda ilohiy naqshiga munosib bo'lib, shunchalik fidokorlik bilan mabtun va makliya bo'lib kuyladiki, yuraklarda shuning ta'siridan oliy intilishlar qo'zg'aladi. Kundalik turmushda jonga tekkan tashvish, yugur yetim, halovatsizliklar ichida odam bundoq kechirmishlarni beshidan kamdan-kam kechiradi. Shuning uchun anglag'uvchilarning poyonsiz dili ichilgan, yuzlarida hayajon aks etib, ba'zilarining ko'zlarini bo'lsa yosh qoplagan edi. Shu ajoyib bayramni qutlug'lash uchun meni boshlab kelgan tasodifiy tekstni o'qib, ajoyib xushal bo'lmoqda edim. Bütün vücudum go'yoki zamondan, makondan tamamen xoli bo'lib, ko'z yetmas kengliklarga chiqqandek. Bu yerda o'tgan kunlar xotirasimi, shu paytlarning sezim va tushunchalarimi, kelajak orzularimi, bularning hammasi mening
bilgan hamma narsalarim, beshimdan kechirganlarimga mo'jizelik bir tazza qo'shilib, birlashib ketgandek edi. Shu xiyollar ichida men birdila texi bir kimni so'yginim yo'q deb o'yladim. Qiynimda yashab, o'z vaqti soati kelishni kutib turgan muhabbat seg'inishi ko'kragimni qattiq sirqitib, og'ritib o'tdi. Kim u? Qayerda u? Biz qachon didor ko'rishalaymiz? Ishga bir necha qitim ixtiyorsiz qarab qo'ydim. Balki u kelib qolgandi, mashada turib tingshayotgandi. Mening qachon nazar tashlashimni kutayotgandi. Uning mana mushu kamlarda, mushu zalda bo'lmaganligiga bekmo ichindim. Qani, uning bilan meni hozir shunchalar to'lqinlayotgan tasavvurlarimni jonlantirgan narsalarni uningga aytib o'rtoqlashsam. Lekin afsus, bu yerda yana boshqa bir narsani o'yladim. Ishqilib taqdir bularning hammasini kulkilik narsalarga aylantirib qo'ymasin. Keyin asligan chaqlarda o'yinib hijolat bo'lib yuradigan bo'lmasin. Nimishqidir onamni go'daklik chaqlarimni esladim. Qish mezgili edi. Saharda hamma yoqqa qargan, yo'p-yo'riq keng ko'chalarda qor enichaklik bilan ushqillaydi. Onam kulib turgan ko'zlari bilan yuzimga tikiladi. Kona paltoyimning tugmalarini qadaydi. Nimalarni deydi. Men uning yenidan qochaman. U bo'lsa kulib kaynimdan qo'g'laydi. Dönge joylashgan cherkovdan butun shaharga qo'ng'iroq ovozi tarildi. Otam shu yerda diakon bo'lib ishlaydi. U Xudoga qattiq ishongan odam edi. Shuning bilan birga Xudoning qudrati va niyati bilan yaratgan hamma narsaning shartlik ekanligini obdan tushunardi. Men buni endi pamlayapman. Ammo men u kishini zotla izzatlamay, butunlay boshqa yo'lda mangdim. Uning xohishini ado qila olmadim. Otam u dunyoga rozi bo'lib ketdi. Men bo'lsam o'zimni har yoqqa uraman. O'tmishni rad qilaman va yana bundan betar yuragim siqiladi. Lekin shundaqdimi asr tarqalib butun dunyoda inson avlodlarga, ularning qarashlariga hukmronlik qilish uchun hamma qit'a va orollardagi odamlarni o'z tavasiga tortib, aqidalarga ishontirgan. Chaqmoqni yerga o'tkazib etgan chaqmoq qaytirg'ushdak odam bolasining adabiy isyonkor da'vatlarini besib to'xtatib, ularni aqida va itoat girdobiga cho'ktirgan. Bir chaqlarda cheksiz qudratga ega mutlaq g'oyaning ilgirki ulug' borligi hamda mislsiz ifodalash kuchiga g'arq bo'lib ketaman. Iymon va gumonga ming shukr, ular hayotni to'xtamay harakatlantirib turadigan kuchlar. Men shak va gumon kuchlari ustunlikni egallagan zamonda tug'ildim. U shubhalar o'z navbatida yana yangi shubhalarni vujudga keltirdi. Men ana shu jarayonning mahsuliman. Meni bir taraf ko'kragimdan ishtirib, chetga surib qo'ydi. Ikkinchi taraf bo'lsa, dilimdagi ziddiyatlarim, ishonch va gumonlarimni hargiz sig'dirmadi. Sig'dirishni xohlamadi. Nima qila olaydik? Tarix menga o'xshashlardan o'chini oladi. Ularni o'yinchiqqa aylantirdi. Kona bulg'ar naqshlarini anglab o'ltirib, ana shularni o'ylab ketdim. Naqshlar shu zalda xuddi o'tgan zamonlarning aks sadosidek birdan keyin bir yangraydi. Tun qurboni, sabiylarni tahqirlash, malaikalar nolisiga o'xshash injiq ehtiroslari din va iymon yo'lida mushaqqat va ziyorat chekkanlarning ig'ir yolqinliq naqshlari bilan almashatdi. Gerçi bularning nurg'uni menga burundilla tonish bo'lsa-mu, meni naqsha aytayotganlarning o'zi mabtun qilib olgan edi. Buni to'liq ifodalab bera olmayman. 10 naqshchi o'ziga asar qiladi. Ma'lum narsalarni tangdasiz san'atga aylantiradi. Bu san'atning kuchi xalq ruhining tarix taqozosi bilan keng ifodalanganligida edi. Haqiqatan azobni ko'p chekkanning biladig'ini ko'p bo'ladi ekan. Öz kuylaridan zo'q-sho'qqa cho'mib, mastanlarcha naqsh etayotgan sufiyalik naqshchilarning ovozlariga quloq selib, ularning turuq harakatlariga zan selib o'ltirib, to'satla soldan sanaganda ikkinchi bo'lib turgan bug'doy o'ng, qora chashliq bulg'arlar ichidagi birdan bir so'z jigar rangliq qo'shoqchining o'zimga to'limi o'xshaydiganligini sezib qoldim. Odam o'ziga bayini o'xshaydigan kishini uchratib qolsa g'alati bo'lib ketadi ekan. Onun ko'zlari sus zangar, yelkalari tor. Unimi bola chaqlarida ovoq deb chaqirishgan bo'lg'aydi balki.
Uzun çaşları ağ seriq, qo'llari uzun va inchika. Umu tartinchoqligini naqshi etib yangsa ajab emas. Bunda holat meningdami ko'p bo'ladi. O'ng'aysizlanganligimni yoshirish uchun gapni ko'p chaqlarda diniy mavzularga burab tashlayman. Ayollar bilan tanishgandami jiddiy va sipoyi gaplarni ishlataman. Sirtdan qaraganda odamga bu o'lgudek ahmoqona tuyulsa kerak. Ko'k ko'z yigitning chehrasi bayni o'zim. İki cheksi inchga petib ketgan. Qurg'uy burun, peshonasiga ikki uzun siziq tushgan. Boshqasini qo'yib saqlini demamsiz. Qirdirib tashlagan saqlimning naq o'zi. Qo'limning enkimga so'zilgani o'zimmi sezmay qoldim. Shu chaqda ada nashkash choparmanlar bilan cho'lga otlanadiganligim yodimga tushdi. O'zimdan o'zim hayron bo'laman. Nega ketyapman, nima ishqa? İlahi samalarning nədliki bilan vokzalga in qurib olgan o't yugalarning qobiliyatining nədlikini selishtirib bo'lamdi. Biroq hamma zamonlardami hayot haqiqatan hamma yaxshiliklari va zolimliklari bilan ibodatxonlardan sirtda turgan bizning zamonimizmi buningdan mustasno emas. Shu konsertda shundoq o'xshash qiyofatlarni kashf qildim. Keyin uningdan ko'zimni zodla uzmadim. Naqshi aytayotganda yuzining qandoq so'zildiganligi, avjiga chiqqanda og'zining qanchalik echildiganligini ko'zlab o'ltirdim. O'zimni uning o'rniga qo'yib ko'rdim. U mening aksimla edi. Shu turqimda men naqshi aytishga qatnashayotgandek edim. Vujudim naqshiga aylanib ketgandek qiladi. Xo'r bilan bir jon, bir tan bo'lib ketdim. Ko'ksimda ajoyib buradarlik tuyg'ulari jo'sh uratdi. Yig'lig'im keladi. Uzoq ayrılışdan keyin akılarım bilan uchrashgandek shu mardona mard kishilarni bag'rimga bosgandek qandaqdir ulug'vorlik, yakdillik his qilatdim. Ovozlarimiz osmon gumbiziga o'riladi. Putlarimiz bo'lsa zamin ustida mahkam turadi. Biz ana shundoq naqsh aytaveramiz. Xohlaganimizcha aytaveramiz. Zamondan zamonga aytaveramiz. Ular shundoq kuylashdi. Men ular bilan birga edim. Men ko'pincha kona Gruzin naqshlarini anglaganimda o'zimni shundoq yo'qitib qo'yman. Buni tushuntirib berilishim qiyin. Lekin qandaqla bo'lmasin 3 oddiy Gruzin yig'ilib naqsh aytishga boshlasa, dilim yayrab ketadi. O'z uyg'unligi bilan g'oyat sodda va bahosiz san'atning yuksak parvozini ko'rsan, ruhingmi qanotlanib uchadi. Bu ularga tabiatning qo'shgan qimmatli to'kpisi, madaniyat darajasi, balki Xudoning to'pmi to'g'ri lutfi karimidir. Ularning nimalar to'g'risida kuylayotganligini tushunmayman, lekin menga ularga qo'shilib aytayotganim muhim. Shularni o'ylaganimcha naqsha anglab o'ltirib, xiyolim birdila chaqnab ichilib ketgandek bo'ldi. Oltaylan va 7 degan Gruzin hikoyasini o'qiganligimni esladim. Birdila shu hikoyaning ma'nosi menga yalt qilib ayon bo'ldi. Bundaq hikoyalar vaqtliq matbuotlarda oz emas. Hikoyaning unchalik ko'zga chiliqib turadigan xususiyatim yo'qdek edi. Uningda psixologimizga qaraganda voqealarning izchil bayoni ko'zga ko'proq tashlanadi. Yo'nalishi romantikroq edi. Ammo hikoyaning nima bilan oxirlashganligini qattiq esladim. U xuddi sanjilgan tikandek menga orom bermaydi. Hikoya to'g'raqi Oltaylan va 7 deb atalgan balalarning helimu texi tonulmagan muallifning qiyin ismini eslolmayman. Mazmunimi o'ziga yarashmaliq edi. Inqilob avjiga ko'tarilgan qonliq grajdonlar urushi ketayotgan bo'lib, inqilobchilar dushmanlarga qarshi oxirgi janglarga kirgan edi. Gruziyaning tarixiy yo'li muqarrar Sovet hokimiyati g'alaba qozonib, eng chetdagi tog' qishloqlaridanmi qurolliq aksil inqilobchilarning qolgan qatgan to'plari siqib chiqarilayotgan paytlar. Bundaq sharoitda asosiy qonun birla, ya'ni dushman taslim bo'lmasa yonchib tashlash. Ammo shafqatsizlikka javoban shafqatsizlik maydonga chiqadi. Bu mu qadimdan qolgan qonun, bo'libmi Botir Guram Juhadze deganning to'pi tish tirnog'igacha qarshilik ko'rsatdi. Guram Juhadze aslida yilqichi bo'lib, butun atrofdagi tog'larni 5 qo'ldak biladi. Uni tutish tasidi, kutilmagan yerlardan kelib hujum qiladi, qirg'inchilik to'xtatadi. Sinipiy kurash ichida putlarini chirimishib qolgan edi. Lekin uning ajilimi to'shgan edi.
u keyingi chaqlarda üsti-üstiga dekkiye yavataddi. Guramning to'piga bir cheka xodimi Aksel inqilobchilarni tozalash komitetining xodimi tarjimondan kirib olgan. U jinini ming xatarga selib, Guram Juhatsining ishonchisiga erishib, to'pdagi eng chaqqan yigitlardan biriga aylangan edi. Qalaymaqan janglarning birida Juhatsi to'pi jiq talafotga uchrab, chekinishga majbur bo'ladi. Shu chaqda Juhatsi cheka xodimining ustilik bilan qurgan to'siqqa tushidi. Guram Juhatsi daryotning kechib o'tayotgan mahalda pistirmaga duch keladi. Juhatsining yigitlari aldirashlik bilan qechib daryo qirg'iga yetib keladi. Ular birdanmi hayol bo'lmay otlarni daryoga soladi. Cheka xodimi mingan otning bo'lsa, tortmasa bo'shab ketadi. U chatqonlarni panohlab yerga tushishga majbur bo'ladi. Juhatsining yigitlari tanlab ketgan otlarda sharqirab eqayotgan tog' daryosining qop beliga kelib qoladi. Daryoning o'tirisi to'rt tarafdan hongdak ochiq. Shu chaqda har ikki qirg'oqqa yoshirillikcha o'rnatilgan ikki cho'ng pilimot yigitlarni tangla o'q tutadi. Amallik yo'q. Yigitlar tog' daryosining o'tirisida ujmidak to'kilib ketadi. Lekin Guram Juhatsining vaqti soati to'lmagan ekan. U mo'ldirdak yiqayotgan o'qlar ostidan omon eson qutulib chiqadi. Etini chaqqonlik bilan keyniga buraydi. O'zini daryo yaqilab o'sgan qilin chatqonliklar orasiga oladi va hashpash degichilar ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tirik qolgan bir necha sodiq yigiti uning agishidi. Mo'ljallangan ish to'liq amalga oshmay, bosmachilar boshlig'ining qochib ketayotganligini ko'rgan cheka xodimi darhol yana ularga qo'shildi. Daryodagi qirg'inda Juhatsi bosmachilari butunlay tarmar qilinadi. Guram Juhatsi taslikda taqibdan qutulib, mag'durdan ketgan etini to'xtatqanida butun to'pdan o'zini qo'shib hisoblaganda 7 yigitningla omon qolganligini ko'rdim. 7-si mushu Sandro degan yigit edi. Hikoyaning nomi 6 ilama 7 deb shuningga ishora qilingan bo'lsa kerak. Sandro qandaqlar bo'lmasin, bosmachilar boshlig'i Guram Juhatsini yo'qotish to'g'risida topshiriq olgan. Juhatsi xavfli dushman, lekin amdilikda uning yana qaytadan janglarga kirishi gumonliq. Demek onu etib tashlashmi xeyli mushkul. Uning ustiga yana yolg'iz qolg'ashqa uzoq tushgan yirtqichdek to'limi ehtiyotchan bo'lib yuruydi. Ko'proq o'z kuchiga ishonadi va oxirigacha elishidi, oxirgi nafsigacha. Mana shu voqeaning oxiri u meni hammadan ko'proq hayajonga soladi. Yigitlar to'piga qirg'in kelgandan keyin tog' yo'llarini 5 qo'ldak biladigan Guram Juhatsi Qashqarishga boshlagan paytda Turkiya chegarasidagi odam o'tolmaydigan xilvat o'rmonga kelib qo'ndi. Hammasi 6 aylanmi, 7-mi otlardan opul-topul egar jabdoqlarni tushirib, harg'inlik dastidan o'zlarini pok-pok yerga atdi. 5 odam shu zamatla o'likdek danq etib uxlab qoldi. 2 kishining bo'lsa ko'zlariga uyqu kelmaydi. Cheka xodimi Sandroning tashvishi o'ziga yetib ashatdi. U endi nima qilsamkin, bularning ishini qandoq jo'nsamkin, qandoq qisas olsamkin deb hadab boshqa turadi. Askarlarning bitchiti chiqib ketgan Guram Juhatsining ko'zdan uyqu qochgan. Mana hammasidan biroqla mahrum bo'lib o'tiribdi. Atiki kuni nima bo'ladi? Xudo biladi. Inqilob qoq ikkiga bo'lib tashlagan bu ikki azimat, ikki ashad murassasiz dushman yana nimalarni o'ylaydikin, bu yaratgan egisiga ayon. To'lin ay ularning beshining o'ng yiqida nur chechib turibdi. Kechidagi o'rmon qattiq qor bosgandek xo'rsinadi. Pastda toshlardan toshlarga urilib daryo shaqiraydi. Atrofdagi tog'u toshlar sukutga cho'mgan. Shu paytda Guram Juhatsi xuddi bir narsadan tashvishlangandek o'rnidan dast sakrab qopdi. Uxlayolmadingmi, Sandro? Hayron bo'lib so'rdi u 7-dan. Yo'q, nimishqa qo'pib ketding? O'z navbatida so'rdi Sandro. O'zimchila uyqum qochdi. Bu yerda hech yotolmayapman. Ko'zimga oy tushyotdi. G'orga berib yotaman. Juhatsi yomg'irliqini, qoral yorqini beshiga qo'yib yetish uchun ega jabduqini oldi. U ketib yetib qolganini ata paranglashimiz. Boshqa paranglashqudek vaqtim qolmadi dedi. U ketdi. G'orning naq og'ziga berib joylashdi. U ot beqib yurgan chog'larda bu yerni yomg'ir, qordan dalda qilib ko'p bekingan.
Mana əmdi mu beşini şu panaqqa aldı. Bəlkə tügməz külfət və dərd əlimini özü yalğız tartmaqçıdır. Ya bolmasa nimenidir xəvf sirgəndir. Yenimğa heç kim yolumsun. Bir kim bu yaqqa yıqılasa dərru közümgə taşlansın degandir. Sandro puti köygəndək tipirlab qaldı. Basmıçılar başlığı bu qılıqı bilan nima demakçi? Onun qılıyatqan işi to'g'rimi ya ish qilib ko'ngli g'ash bo'lib qoldimikin? U kecha shundoq o'tdi. Saharda Guram Juhasi otlarni egarlashni buyurdi. Uning nima qo'ydi ekanligini, nima qilmoqchi ekanligini hech kim bilmaydi. Otlar egarlanib, hammasi tizginni tutib, undamay turganida u xo'rsinib, "Yo'q, tug'ilgan yerimizni bunda qilib ketsak bo'lmaydi. Bugun bizni o'stirib cho'ng qilgan yerimiz bilan xo'shlashimiz. Har qaysimiz o'z yo'limizga ravon bo'lamiz. Lekin hozircha o'z uyimizda turganda ko'ngil ochayli" dedi. O ikki otliq yigitni atrofdagi qishloqdan vino va yemaklik ilib kelishga jo'natdi. Qishloqda uning sodiq odamlar bor edi. Sandro bilan yana bir yigitni quruq o'tin yig'ish va otlarga qarashga qoldirdi. O'zi ikki yigitni ilib ov qilg'ili ketdi. U kashki xo'shlashish ziyofatiga birer kiyikmi, tog' o'shkisimi etib kelmoqchi edi. Sandroga bo'ysunmoqdan topshiriqni o'rindash uchun boshqa qulaylik paylashdan boshqa iloj qolmadi. Lekin shu qulay paytning qachon keldi-qolgani noma'lum edi. Gugum tushganda 6 va 7 bir yerga to'plandi. O'rmonning chat yoqasiga o't yiqishdi. Yerga qilin dasturxon silib, uningga Guram Juhazining qishloqdagi sodiq odamlari avatgan non, tuz, vino va boshqa taomlarni tizishdi. Gulxan yalquni osmonga o'rladi. 7 o'tga yiqiroq kelishdi. Hamma otlar egarlandimi? Hamma do'stlar o'zinglarga oyoq silishga tayyormi? So'rdi Guram Juhasi. Hamma tasdiqlab boshlashdi. "Hey Sandro", dedi Guram Juhasi. "Yaxshi o'tin yig'ib kelsan, nemishqa o'tinlaringni Gulxondan yiroqqa qo'yding?" "Tashvishlanma, Guram. Bu mening ishim. Gulxonga men qarab turaman. Sen aytadiganingni aytqin." Shuning bilan Guram Juhasi so'zlashga boshladi. "Birodarlarim, biz ishimizni chandırib qo'ydik. İki taraf urushganda kimdir biri yengib chiqadi, boshqasi mag'lub bo'ladi. Urush degani shu. Biz qon to'kdik, bizning qonimizni to'kidi. U tarafdanmi, bu tarafdanmi nurg'un esil o'g'lonlarning boshlari ketdi. Bo'lg'uliq bo'ldi. Halak bo'lgan do'stlarimizdan va raqiblarimdan o'zra afv so'rayman. Jangda o'lgan raqib emas, bütün özengide turg'unidimi baribir halak bo'lganlardan kechirim so'raydim. Lekin qismat bizdan yuz o'ridi. Shuning uchunmi xalqning ko'pchiligi bizga ishonmay qo'ydi. Hatto bizni papilab voyaga yetkazgan jon yerimizmi bizni sig'dirmay yotdi. Bizga o'rin yo'q bu yerda, bizga abu yo'q. Xudo shahid, agar men g'alaba qilsam, dushmanlarni omon qo'ymagan bo'lardim. Bizga birli yo'l qoldi. Beshimizni elib yoqi yurtlarga ketimiz. Ana avu tog'larning orqasi Turkiya. Qo'l uzatsang yetadi. Uningdan sal nariroqda oy ko'tarilib chiqayotgan tog' cho'qqisining u yoqi Eron. Kim qayerga boraman desa o'zi bilsin. Men Turkiyaga ketaman. İstanbulda kemilarda hammallik qilaman. Har birimizga boshpanoh kerak. Biz 7 odam qoptimiz. Uzoq o'tmayla hammamiz har yoqqa, yoqi yurtlarga tarqalib ketamiz. Peshoniga putilganni ko'ramiz. Endi hech qachon ko'risholmaymiz. Bir-birimizni oxirgi martaba ko'rib turibdimiz. Oxirgi qitim bir-birimizning so'zini anglayapmiz. Kelinglar, bir-birimiz bilan xo'shlashaylik. Ona yerimiz bilan xo'shlashaylik. Gruzinning non tuzi bilan xo'shlashaylik. Vinosi bilan xo'shlashaylik. Bundaq vino hech yerda yo'q. Vidalashqandan keyin har kim o'z yo'liga ketadi. Biz o'zimiz bilan tarixchilik bir narsa elib mang'inimiz yo'q. Vatanni elib ketgili bo'lmaydi. Faqat seg'inish va armonlarimizni elib ketamiz. Agar vatanni xurjundak elib yurishga va to'shib ketishga mumkin bo'lsa edi, u sunuq yamoqqa arzimagan bo'lardi. Kelinglar, safarimiz oldidan ichaylik. Safar oldida naqshlarimizni aytib olaylik. Vino diqqancha tulumlarga qachlangan edi.
Onunğa yer və osmonning ta'mi qo'shilib ketgan edi. Ko'ngillar yana shodamonlik va hasrat to'ldi. Naqsha o'z-o'zidanla qo'yilib kelaveradi. U xuddi tog' toshlar bag'rini yerib chiqqan va yo'lda nima dush kelsa shuni gullab yashtadigan buloqqa o'xshaydi. Ular asta-asta bo'g'illarning naqshlarini boshladi. Ondan tog' yon bag'ridan tushayotgan sharq qaratma suydek ovozi asta ko'tarilib borgan sari kuchaydi. Yettaylarning naqshini toza voyiq yetkazib aytishdi. Nimishqidu naqsha aytmaydigan guruzin yo'q. Har kim o'z ovozi bilan o'ziga yarasha kuylaydi. Lekin ovozlari bir-biriga to'liq moslashadi. Shunlashqa kuymi o'tirda yenayotgan gulxandek toza avijiga chiqadi. Yettaylarning to'g'raqi oltaylar bilan 7-chining xo'shlashish naqsi ana shunday boshlandi. Lekin 7-chi o'z zimmisidagi vazifani birdanmi yodidan chiqarmaydi. Ularning hech qaysi bo'limi guram jo'xasi o'z jazosini tortmasdan turib chet ellarga chiqib ketmasligi kerak edi. Cheka a'zosi buningga aslo yo'l qo'yilmaydi. Uningga berilgan buyruq shunday edi. U buyruqni ijro qilish kerak edi. Naqshaga yangi naqsha ulanadi. Vino ichilmoqda edi. Ichilgan siri yanami ko'proq ichiladi. Yurakmi shuningga masalda yalqinib yonadi. Yongan siri yana vinoga tashna bo'ladi. Yana naqsha qaynaydi. Ular doira yasab turishadi. Ba'zida qo'llarini bir-birining yelkasiga tashlaydi. Ba'zida qamchidek yerga sangiltadi. Ba'zida bo'lsa bilgili bo'lmaydigan va ko'rgili bo'lmaydigan, lekin hamma narsani biladigan va hamma narsani ko'radigan ilohiy qudrat ong'usin damdikin qo'llarini osmonga ko'taradi. Agar yaratgan Xudo hammasini ko'rib turgan va bilib turgan bo'lsa, undaqda nimishqa ularni qo'g'landi qiladi? Bu qandoq bo'lgani zodi? Nimishqa zodi bundaq? Odamlar zodi nimishqa bir-biri bilan urushidi, qon to'kidi, ko'z yoshini daryo qilib oqizidi. Hammasi o'zini haq, boshqalarni nohaq deb hisoblaydi. Qani zodi haqiqat? Kim haqiqatni so'zlaydi? Kim? Qani ularni adolat bilan kesim qilguvchi payg'ambar? Xalq xotirasida saqlanib qolgan mushu qadimiy naqshlarda yiroq zamonlarda ro'y berib o'tgan azob-uqubatlar, yaxshilik va yomonliklarning azaldan buyangi tajribalari, ularga ota-bobolarning beg'ishlagan mazmunlari, ular orqali his qilingan go'zallik va abadiyat aks etmasmidi? Shular to'g'riliq emasmidi mushu naqshlar? Shuning uchun yettaylan bir naqshi tugmayla boshqasini ulab aytadi. Naqshi halqsiz zotla uzilmaydi. Faqat Sandrula vaqti-vaqtida doirdan chiqib, o'tin kelib yana gulxonga tashlaydi. U bekorga shunda quruq o'tin yig'magan ekan, hayotda har bir narsaning o'z bahona sababi bo'ldi. Mana endi yolg'onga o'zi chidashlik berib o'ltiribdi. Naqshlarni u qatordan qolmay chin yurgini aytadi. Naqshi degan hammaga tegishlik emasmi? Oxir boshqalarning aytishi ma'ni qilingan. Faqat podshohlarning o'zlariga aytadigan naqshi yo'q bu jahonda. Naqshi ayt, shodlan, yayra, dard chek va yig'la. O'ynab olgin bu tiriklik olamida. Kimni jon dilingdan so'ygan eding? Kimni titrak ichida kutgan eding? Kim seni tashlab ketdi? Qanchalik o'rtanding, ko'yding, seni tushunmadi. Buningdan ko'ra o'lganim yaxshi emasmidi deding. Ölüm oldida aytgan oxirgi naqshangni uning anglashini orzu qilding. Onang naqadar erkiltadi seni go'dak chaqlaringda. Botir va mard otangning beshi nelarda qoldi? Qandoq jang qilishadi jasur do'stlaring? Qaysi Xudoga ochatding g'arazsiz va pok dilingni? O'ylaganmiding? Hamma odam nemishqa tug'iladi-yu, nemishqa o'ladi va o'lim nemishqa sening bilan birga bo'ladi. Seningdan mehr ketmaydi. O'lgandan keyin o'lim bo'lmaydi, lekin hayot o'limdan a'la. Dunyoda hayotdan yuqori o'lcham yo'q. Shuning uchun tirik jonni nobud qilma. Lekin elingga yov bostirib keldigan bo'lsa, darhol qo'g'dash qatlan. Xuddi ona yerni yotlardan asragandek so'yginingni, nomusini asra. Ayrilish dardini tortib boqqanmiding? Bilamsan ayrılışning ig'irligini. Yelkanga xuddi cho'ng tog'lardek yuklar ortilgandek tuyuladi. Söygünün bo'lmasa, ko'zlaringni hech narsa shodlantira olmaydi. Na gullar, na nurlar va na kelajak
Әне немелер күйләнмәйді дейсен нақшыда. Eйтіп, oda qilib bo'lg'ili bo'ladimi hammasini. Shu kechsi hijron deg'ida alam va ilhom bilan naqsh etayotgan ashu yerda Guruzindan boshqa bir-biriga jondosh va qadrdon odamlar dunyoda yo'q edi. Naqsha ahanglari ularni texmo yaqinlashtirib etgan edi. Ata-bobolar avlodlarga ashu go'zal va jonga quvvat bag'ishlaydigan so'zlarni qoldirish uchun qancha azoblarni chekkan. Açıq vəqələrni başlarından keçirgan bolğuydu. Quşning uchishidan bilgili bo'lgandek, Guruzinning naqsh etishiga qarab 10 chaqirim neridan biladi va uning qayerlik ekanligi, beshiga nima savdolar tushganligi, yuragida nima borligi, qaysi to'yda sho'q o'ynab kulganligi yoki g'am qayg'u jinini qiynayotganligini xatosiz aytib beralaydi. Ay tağlar üstüge xeyli örülgen idi. Bütün yer onun nurlarına g'arq bo'lib yotadi. Ormandaki daraxtlarning qora uçuları tün şamılda çayqılatdı. Derya şaldırlaydı. Dolqullar urilayotgan xada taşlar kümüşdek jilvinlatdi. Tün quşları gulxan etrafida kuylayotgan odamlar ustidan palaqlab uchib ketadi. Hatta egarliklik otlarni egarlarini sabr taqat bilan kutib, quloqlarini dingaytib, qimirlatib qo'yadi. Ularning ko'zlarida yolqinish yo'llari aks etadi. Otlar yo'llarga yo'lga chiqish kerak. Vaqt yiqilishib kelmoqda edi. Lekin naqshining oxiri ko'rinmaydi. Gurum juhasi hammasi uchun yuragini biroqla bo'shitib olmoqchidek qiladi. Og'aylar, naqshi aytinglar. Hey ishchanlar, bundaq yig'ilish əmdi nisb bo'lmaydi. Yana qachon aytarmiz Guruzin naqshlarini. Ular birdam ayrim bo'lib, birdam hammasi jam bo'lishib naqsh aytadi. Birdam xuddi o'lim oldida o'yinga tushayotgandek guz-guz tasab, chaqqan usulga tushib ketadi. Ondan 7 Guruzin to'g'riraqi 6 aylan va 7-chi yana doira yasab qator turishadi. Sandur bo'lsa birdam doiradan chiqib gulxonga o'tin tashlaydi. O't charaslab ajoyib ko'ydirib, qizdirib egiz yanatdi. Oxirgi naqshni aytimiz deyishdi. Keyin yana va uningdan keyin yana xo'shlashish oldidan aytayli deyishdi. Ular hech tinchiydigandek emas, yana doira bo'lib turishdi. Boshlarini tuvan selib naqsh boshlashdi. Ahang go'ya yer ostidan gurildib kelib-atgandek o'ychan va qudratli bir tarazda yangraydi. Gulxan gurildab oppoq bo'lib yinayotdi. Ammo Sanduru yana o'tin olib kelish uchun orqaga o'tdi. Buni u aniq hisobga olgan edi. U chetda turib gulxan atrofida qizib ketgan, ko'zlari o'tdan yashanqirab naqsh etayotgan oltaylarning har birini aniq ro'shan ko'rib turadi. Uni bo'lsa hech kim ko'rmaydi. Eg'ir Mauzir allaqachon tayyor edi. Qisos pallisi yetgan edi. U ko'p o'qliq tez atarım Mauzurni yana bir qo'lning ustiga qo'ydi. Birinchi o'q bilan topdiki yigitlarning boshlig'i Guram Johasini yiqitdi. Tapancha ovozi tun qo'ynida guldirmamida guldirlab ketdi va shu zamatla yigitlarning bo'g'zidan naqshining so'zlari texi uzilmay turibla qolgan 5 aylanmi kayni etib yiqitdi. Ular hatto nima bo'lganini aniqlay olmay qilishdi. Shunday qilib yana bir sharmandachilik o'lim chaqi aylandi. Yana to'kilgan qonlar uchun qonlar to'kildi. Shunday inson munosabatlarining qonunlari matematika hisob kitoblarga bo'ysunmaydi. Zimin bo'lsa qonliq boychalarning guvochisizdek aynaveradi. Nihoyat oxir bu Kajuva taki oxir zaman bo'lguncha yer quyosh atrofida kezib charchig'icha davomli aydindi. Qachongacha aynaveradi bu qonliqchaq? O'qlar mo'ljonga aniq tegdi. Faqat bir odam titragan peti qo'liga taynib o'rnidan turmoqchi bo'ldi. Sanduru sakrab borguncha uning chekisiga o'q uzdi. Otlar qo'rqindan kayniga dajishdi. Ondan bog'langan joylarda qetib qolishdi. Gulxan yenib bo'lmagan edi. Daryo sharildaydi. O'rmon va tog'larning hammasi o'z joyida edi. Oy egizlikda hech narsa bo'lmagandek asta kezatdi. Faqat uzoq davom qilgan naqsha sadarlar uzilib qoldi. Sanduruning chiroyi tun sho'lisida bo'zdek oqirib ko'rinadi.
U hasirab nafas oladi. Öpkisiga havo yetishmaydi. U tulumni shart qilib ko'tardi-da, tegida qolgan vinoni chechib, to'kib, oshko'zlik bilan ichishga boshladi. U ichidan yeniyotgan yolqinni bosmoqchi bo'ladi. Keyin sal o'zi keldi. Gulxan atrofida yotgan o'liklarni xotirjam o'ynab chiqdi. Ondan o'lganlarning qurollarini elib, ularni egarlarning boshlariga esib qo'ydi. Otlarni yugan nuqtalarni tamoman bo'shatdi. Ular o'z erkiga qo'yibdi. Hamma otlarni jumladan o'z turqini bo'shatdi. Otlar erkinlikni sezib, tog'dan tövanga odamlar qo'nalg'usi tarafga turnalardek qator tizilib tushishga boshladi. U ularning orqasidan birpas qarab turdi. Ot degan doim odamlar yashaydigan tarafga qarab mangdi. Lekin mana ot taqilarining ovozimi anglanmay qoldi. Pastda oyning ko'yiyotgan beqaror sho'llari qo'ynida qator ketayotgan otlarning soylarimi ko'zdan g'oyib bo'ldi. Hammasi tugdi. Sandro yerda ig'nab yotgan oltaylarning atrofidan yana bir qitim aynab chiqdi-da, sal chetrak o'tdi. Mauzurning og'zini cheksiga tirdi. Tog'larda yana bir o'q ovozi yangradi. Bu 7-chi edi. Umu o'z naqsini aytib tugatgan edi. Bu Gruzin baladasi ana shundoq yakunlanadi. Kona Bulgar naqshlarini ijro qilayotgan yosh Bulgar naqshchilarining naqshlarini anglab o'ltirib, birdilla shularni esladim. Bu naqshlar asarlari zulmatidan turib yaratgan egisiga iltijo qilayotganlarning nonlaridan tug'ilgan edi. Ular yaratilganni yo'qdan bor qilib, ondan uni ruhoniy mavjudiyatga aylantirgan edi. Ular o'zini yo'riq dunyoda bakmi yolg'iz his qiladi. Uni faqat naqsha va duolardanla topimiz deb ishonadi. Men shu voqeani favqulodda bir vaqt ichida, sanoqli sanoylar ichida yodimga keltirdim va hamma hayajonlari bilan beshimdan kechirdim. Tafakkur tezligi oldida yo'riqlikning tezligi hech narsa emas. Xiyol o'tmishga qarab yo'l elib, yana keyniga qaytib, zaman hamda makon ichida harakat qila oladi. Buning suratiga hech narsa teng kelolmaydim. Shu yillar shundoq bo'lishi mumkin edi. Men buningga mana endi ishondim. Muallif hikoyasining xotimasida Sandroning o'lgandan keyin orden bilan taqdirlanganligini yozgan edi. Ammo bir tarafning yangidan yezilayotgan tarixga qarshilik qilishi va ikkinchi tarafning dal mana shu tarixni tezlatish uchun sabrsizlik bilan kurash qilishi hayotni tub yildizidan o'zgartmagan. Garajdonlar urushining fojialari millatning fojialariga aylangan bo'lsaydi, inqilob dalollaridan bu dahshatli jarohat izlari nada paydo bo'ladi? Gruzin balladasi shundoq yakun toparmidi u holda. Ashu 7-chi tantana qilishi yoshi mumkin edi, lekin u buni xohlamadi. Buning sabablarini tushuntirish bekmatas. Har kim bu sabablarni o'tirg'i qo'yishi va izohlashi mumkin. Men bo'lsam, shu topda yiroq-yiroqlarda turmushning ochiq dengizlarida abadiy uzib yuradigan ruhlantirg'ish xiyolning oppoq yelkanlarini ko'targan Bulgar naqshlarning kemisida sayl qilib yurib, Gruzin balladasining shundoq tugishiga naqshi sabab bo'ldi deb o'ylaydim. Bu qo'shiqlarda yettaylarning imoni, diyonati jamlangan edi. Bir narsani o'zing uchun kashf qilsang, o'zingdan o'zing rozi bo'lasan. Ruhing urg'iydi, huzur halovat topadi. Muqaddas naqshlarni kuylayotgan sofiyalik naqshchilarning ko'zlari taqvo, ilhom, vafo bilan chaqnab turganligini, ularning qip-qizil chehralari azbroyi tomcha ter bilan qoplanganligini ko'rib, qini menmi ularning orasida og'inamning o'rnida bo'lib qolsam deb havas qilatdim. Yod qilib yo'rg'an xiyolimga yana muni fikrlar keldi. İnsanda bu narsalarning hammasi musiqa, ohang, munojat, qo'shiq nadan paydo bo'ladi? Ularning odam balasiga qanday zaruriyati bor? Hayot chaqi abadiy aylanib, cho'glab turadi. Hamma narsa keladi va hammasi ketadi. Yana aylanib keladi va cho'glab ketadi. Odam shularning dardini ixtiyorsiz his qiladi va o'zini tonutmoqchi, ifodalamoqchi, o'zidan nishon qoldirmoqchi bo'ladi. Oxir bir kuni bo'lmasa bir kuni hammasi tugaydi.
milliardlab yillar o'tgandan keyin oxir zamon keladi. Zimin deb atalgan shoirimiz o'ladi, sunib tugaydi. Ana shu chaqda boshqa sayyorlardan kelgan qandaqdir umumiy koinot eng g'oyat keng bo'shliq va jimjitlik qo'ynida albatta bizning ohanglarimiz va qo'shiqlarimizni anglaydi. Ko'rdingizmi, biz yaralganimizdan buyon shundaqmiz. O'lgandan keyinmi yashashni xohlaymiz. O'z umrini uzartish mumkinligiga bo'lgan ishonch, shuning hissiyoti bilan yashash odamzodga naqadar muhim, naqadar zarur. Odamlar o'zlaridan keyin qandaqdir avtomatik qurilma, allaqandaq naqshi musiqa, mangulik divagatil qoldirish fikriga kelsa ajab emas. Bu hamma zaman uchun inson madaniyati erishgan eng yaxshi narsalarning antologiyasi bo'ladi. Men naqshchilarning naqshlaridan bakmi lazzatlandim. Ishonimanki, bu so'zlar va bu ohanglarni anglaganlar yer yuzida yashagan birdan-bir ong egasi bo'lgan odamlarning qanchalik murakkab, ziddiyatlik, qanchalik istidodli va yoramliq ekanligini tushunadi va his qiladi. Hayot, o'lim, muhabbat, shafqat va ilhom hammasini musiqa so'zlaydi. Rostdan aytganda biz musiqada eng oliy hurlik erishimiz. Mushu hurlik uchun bo'lsa, engimiz yo'rg'an zamonlardan tortib, butun tariximiz davomida kurash qilib kelyapmiz. Lekin uningga faqat musiqadala noil bo'lamiz. Faqat musiqalar hamma zamonlarning taqdirlarini yengib, doim kelajak sari intiladi. Shuning uchun biz aytolmagan narsalarni u aytadi, shunglashqa u olqishga ega. Saytimga qarab etib, men söygan Pushkin muzeydagi bu konsert helila tugaydi-ku deb yuragim dipildab ketdi. U chaqda men yana Qozon vokzaliga butunlay boshqa olam, butunlay boshqa hayot ichiga qaytdim. Olam bino bo'lgandan beri bu halovatsiz hayot yugur-yugurlar o'pqinida va o'zgarishchan tamtirashlar ichida tinmasdan cho'glaverdi. Bu yerda ilohiy naqshlar yo'q, ularga o'rinmi yo'q. Biroq dal shu sababdan men shu yerda bo'lishim zarur.